Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Otani farzandning ustida haqqi qanchalar katta ekanligini tushunsak bo'ladi. Har qancha farzand xizmat qilmasin, har qancha duosini olmasin, har qancha boshida ko'tarib yurmasin, haqqini ado qila olmasligiga dalolat qiladi bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, otasini mamluk holida topib, qul holatida topib, uni sotib olib, ozod qilgandan keyingina farzand otasini mukofotlay oladi. Otasini qul ekanligini ko'rdi. Qul bo'lib sotilib ketibdi. Topib ozod qilsa, shunda haqqini ado qilgan bo'ladi. Bizda yo'q bu narsa. Demak, men ana qilib qo'ydim, mashina mindirib qo'ydim dadamga. Men bitta hajga olib borib keldim, men bir yil umraga olib borib keldim. Aql qilib qo'ydim. Bunaqa gap ketmaydi, birodarlar. Otana haqqini ado qila olmas ekanmiz farzandlar. Mana shunday bir haqqi ustimizda ko'p ekan. Allohdan qo'rqaylik. Imom Navoiy aytganidek, buni ma'nosi vallohu alam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu hadisidan tushunadigan narsa, farzand har qancha otasiga ihson qilmasin, haqiqiy ma'noda haqqini ado qila olmas ekan.